Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Ray Center bozor 011-gilamlarga keldik va zo'r yangiliklari bor ekan. Nov yangilik deysizmi? 1+1 aksiyasini so'ragan edingizlar. Shu video sizlar uchun bo'ladi obunachilar. Oldindan like'larni bosib, kommentarlarni zo'rni yozib turing. Sizlar uchun sovg'alarni ham olib berishga harakat etamiz. Uni oldin do'kon adreslarini tushuntiramiz va ko'p vaqtingizni olmay do'konga kiramiz. Qarang, chap tomondan keladigan bo'lsangiz, Ray Center Poskay Ray Center'ning Gumbatar darvozasi, Dehqon Market, ya'ni Samsung Dehqon bozor tomonidan kelaverishimiz bo'ladi. Bu ham tomonga qaratadigan bo'lsangiz, eski mashina bozori, Zapchast bozor, Uzgazoil, Abenoil tomonidan kelaverishimizda chap qo'limizda uglovoy do'kon 011 gilamlar deb yozib qo'yadilar. Hozir ichana kiramiz va to'liqroq ma'lumot beramiz. Qani ketdik esa. Ketdik. Maqsadbek. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli Xorazm ovozi kanali obunachilari, sog' salomat yuribmizlar. Xudo xolasa bugun sizlar вообще bombasi ketganamiz, taxlab ko'pmiz. Ya'ni 1+1 gilamlarimiz, ya'ni yana palas narxida gilamlarni qo'yib beramiz, xudo xolasa obunachilar. Bir yandan ko'rsatib başlaymiz obunachilar. Dangan, ha? Dangan. Obunachilar, yana imunda 3x5 razmerdagina ko'rishingiz mumkin. Sochaqli narsamiz bo'ladi, 1 gram kelaylari yo'q. Bu narsamiz palas emas obunachilar, chistin dokulan gilam bo'ladi bu narsalar. Bu ajramiz ham 3x5liklarni 1.700.000 so'mga xarid etasizlar. Imunda ikkinchisi mod. 3x5 to'g'rimi? Avan. Qaranglar, mana tinglar, Maqsadbek 1.700 deysizlarmi? Avan. Bo'lsin 1.500.000 so'mdan takiz qo'yib beradi shuni. Maydalashib o'tirmoqli. To'xtatavering esa. Yo'q, to'xtatinmi? Do'r bosib beramiz. U to'xtatadigan yeri emas, to'xtatsak o'sha uzilib qoladi. 1.5 million so'mdan. Ketdimi? Ketdi yaxshi. 1.5 million so'mdan. Qaralak, Imunda qizillari bor, ulardan yaxshiroq narsalari imunda yana. Baxman narsa bo'ladi obunachilar, 1 gram kiloyi yo'q. Bu narsalarimiz 2.200.000 so'm sotilib turibdi. Bu ajramizda obunachilarimiz uchun aka 1.900.000 so'mdan qo'yib beramiz. Yo'q, qo'yay, zo'rni 400 ming olib berding uka. 1.700. Yaxshi ming beraman. Aka, unda bo'lmaydi. Maqsadbek, sen auditoriyam yaxshi ko'radi. Sen vach kommentariya qo'ysang ham, qo'ymasang ham zo'r kommentariya yozadilar. Bo'ldi, yaxshi, ketdi. 1.700.000 so'm. 3x5likdan ikkisi, birini oladi, birini qo'shib beramiz. To'xta. 3x5likdan buni olsalar, yana bir 3x5 qo'shasiz. Yana bir 3x5 qo'shib Bo'ldi, beraman. gap yo'q. Xolasa imunda oksvetidan qo'shib beraman. Xolasa go'kindan qo'shib beraman. To'xta, bu 3.6 mi, 3.7 mi? Bu 3.6 razmerda. Bu narsalarimiz 2.300, 2.400, 1 million 2 milliona beraman buni. Ya, qara, bana qara. Shu 1 million ichida yatirading, to'g'ri aytadiring shuni. 1 million 900 so'm. 1 million 800 yaxshi, 700 desam yo'q. Ha, o'zi 1 million 700 so'm ko'tarib 3.6 dan razmerda hech kim bilmaydi 1+1 da 1 million 900 so'm. Aytavaringda gapimiz sinmasin endi. To'xta, Maqsadbek, to'xta. Omini ko'rib olalar qimini. Ya'ni shuni rasvetkazimi yo'qmi? Shuni rasvetkalar avam. Ha, shu 1 million 700 ga beradim. 1 million 900. Ya 800 deyishim, 800, 1 million 800. Yaxshi, 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'm 3.6 razmerda xohlasalar go'kini, xohlasalar oqini. Imunda. Keyin o'zi qalin gilamlar. Maqsadbek, shunda qara, men go'kini olsam oqini qo'shib berasizlarmi? Ava. To'xta, 1 million 800 ming so'm 3 million 610 mingmi? Yo'q, 1 million 800 ming so'm birini oladi, birini qo'shib beramiz. Bo'ldi, gap yo'q, ketdi. O'zidan o'zi. Ava, o'zini o'zi. Aha. Imunda xolasalayna qalin narsalarimiz. Qalin narsalarimizdan obunachilar faqatgina sizlar uchun 1+1 narxida qo'yib beramiz bularni. Bu ajramiz 3.5 million 3 million 700 ming so'm sotilib turibdi. Bu narsalarimiz 3 million so'm pul beraman imunda. 3 million so'm desanmi? Hava. Ukam, qo'rqizma, 3 million dum sekira berding. Dum orona ochib berding dum. Birdan yurakni og'ritasan unda. Unda axir ko'rib o'tirgan sen hajanang, atalaring bor. Yurakni ortma uni. Qayt. Ag'abeka o'zi 3 million so'm birini olsa birini qo'shib berdi. Sen oqtiqinning deng odamsan, endi bir qo'rqizma uni deb. Qayt. Ichana o'tib beraman. 2.5 million so'm uka. Yo'q, ag'a, u qaytasi o'zing qayt uka, Mana qarang, 2 million 800 ming so'm pulini beraversinlar. 700 bo'ldi. Yo'q, 2 million 700 da to'g'ri ham 2 million 800 narxini bersinlar. Zanamoz mashinlar bilan qo'shib beraman ichida. Yaxshi. 2 million 800 ming 2 million 800 ming so'm. Aha. Imunda bu ajramiz nima deydi ag'abeka? Parlament svetlarimiz yana ko'rishlari mumkin. Bu narsalarimiz zish narsa. Bu 2 million 800 mi? Yo'q, bular 2 million 800 mi? Bulara qarang endi. Bu narsalarimizni o'zi kvadratlari 150-170 ming so'm sotiladi. Mana qo'rqizib narx aytamiz obunachilarimizga. Bu ajramiz 135 ming so'mdan qo'yib beraman. 135 ming so'mdan. Yo'q, buni eshitdingsiz? 15 ming so'mdan palas narxida gilam qo'yib beraman. Qo'sh. Men kalkulyator ishlaming qoldi. Nodan 135 mingdan gilam oladi, 15 mingdan gilam qo'shib beraman dedilar. Imunda shuni, shu gilamizni 135 ming so'mdan xarid etasizlar, obunachilar. Imunda gilam emas.
palas emas, gilam narsamizni 15 ming so'mdan qo'shib beraman üstüne. Uka, menga qo'y. Natdan Ag'abika, to'xtab turing, nima aytamiz? Maqsadbek, meni ligrovka etma, qara. 135 mingdan buni berasan, buni qo'shib berasan ukaga. Yo 15 ming Yo'q, so'mdan qo'y 15 dan, endi 15 dan o'sha, 15 dan. 15 ming so'mdan qo'shib beraman. Mutber. Yo'q, Ag'abika. Mutber qo'y endi. Yo'q, 15 ming so'mdan qo'shib beraman. 5 ming so'mdan beraman yaxshi. Kvadratini 5 mingdan beraman. Ha, to'g'ri ekanmidi? Ayting Ag'abika. Palas bahada o'zini bahasi testaya. Yo, o'zini yaxshi, ammo 1+1 deb chaqirdim obunachlarimni axir. 1+ teyin delaymi, 1+ koy. Yo, imon ham qo'yib berdilar. 5 mingdan beraman kvadratini. Yo'q, Ag'abika, 15 ming so'mdan palas bermidi hozir. 10 ming. Yo'q, 15 ming so'mdan palas bermidi hozir. Tendagi 135 dan beratursan-ku. 135 ming so'mdan 170 ming so'mlik narsani 135 dan. Asa har kuni 130 dan berasan, imoni yaxshi 15 mingdan berasan. Yaxshi. 230 emasmi? 230 berdi. Yetti da yaxshi. Aha. Bunda qizil rasvetkasi bor ina, ko'rishlari mumkin. 130 mingdan. 130 ming so'mdan buni oladi, teyindagini 15 ming so'mdan qo'shib beramiz. Qirqib, dostavka, apart Hammasi ichida xudo xolasa obunachilar. Xorazm, Qoraqalpog'iston bo'ylab dostavkalarimiz bepul obunachilar, bemalol kelishingiz mumkin. Dostavka bormi deyin. Obunachilarimiz uchun. Imunda eranskiy narsalarimizni makka ko'pmiz Ag'abika. Endi qara uka, biz hozir 3.7, 3.6, 3.5 larni, 3.4 larni aytib turibmiz. Boshqa razmerlar ham bormi? 4lik yeni. 4lik ham bor. 4.5lik ham bor, har razmeri bor. Xudo xolasa obunachilarimiz uchun razmerlarni topib berishga harakat etamiz. Hamma razmerlari bor. Bu eranskiy narsalarimiz avvalgi videomizda 160 ming so'mdan qo'ydik, yodingizda bo'lsa. Bularning endi bahosini tushiramiz xudo xolasa. Bu narsamizni 140 ming so'mdan qo'yib beraman. Evvelki videomuzda 160 dan qo'ydik. Bayramda Maqsadbek, bayramda olmoqqa uspitat ming qoldilar. Uni cho'lashtirarmi? Yurakni yorib. 140 ming so'mdan beramiz, keyin 15 ming so'mdan yana qo'shib beramiz ahmon ustuna Ag'abika. 15liging bilan meni yana oldiga o'tirsan, qo'y unatma balam dedi-ku. O'shanda chizo berasan buni, qayd unatma. Ag'abika shu 100 imoni qo'shib beramiz, axir biz palas berib turganimiz yo'q. Arkasi rezinka emas emas, chistni do'qilgan gilam bo'ladi bular. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Men yaxshi, buni qaytib ber teyindagan. Unatarmi? Makkan bo'larmi? Uning xarakteriga yo'qadi. Makkan bo'lma. Dim makkamlashibsan, dim qattalashibsan. Dim qattalashibsan. Qayt teyindagan qayt. Bo'ldi Ag'abika, qarang. Teyindagini 135 ming so'mdan beraman. Shuni narxida ber. Yo'q, umuman narxida ber. Bu eranskiy narsa hozir. Zal yo'q, beraver, quygusi yo'q. Qara, maka mendan 5 ming qolsin, uni 3 ming qolsin. To'g'ri, o'zi pul qattiqqani yo'q bizlar. Aytsangiz bir, odasha. Ber, undan ham 130 dan. Bo'ldi, yaxshi. İkisinden 130 dan ber, hammasini ber. 15 ming so'mdan ketdi. 40. Ha, men bu boshqa. Bu ajla boshqa vajur. Uni hozir endi 200 ming so'mdan berasan hozir, ko'rinib turibdi o'zi. Hozir bor mingga 200 dan kelasan buni hozir, ha? 250 ming so'm. O'tiray, 250 ming deydi, 200 ming desam, 250 mingmi? Xo'p, kella yo'q ekan. Buni eshitdingiz, qarang. Bu ajamiz 250 ming so'm-ku. Narxini tushiramiz bu ajlarni. Bu ajlar qarang. Bu ajlarimizning narxini xudo xolasa obunachilarimiz uchun 175 ming so'mdan qo'yib beraman. Qayt ukam. Men programmalashtirilganman. Programmalashtirilganman deb hammasini narxini tushirtiramiz buni Ag'abika. O'zing aytding, tushirib beraman deb 175 mingdan men Liboydan kelam olaman. Lekin bu nisbat emas, to'g'ri, lekin olaman-da baribir Liboydan. Qayt. Unatarmi makkan bo'lma. Bo'ldi, obunachilarimiz uchun 165 ming so'mdan qo'yib beraman Ag'abika. 55. Yo'q. 55. Yo'q. 50 demedim. Nagurska bilan 50. 55 ber bo'ldi. Bo'ldi. 155 dan ketdi. O'z sifatini ko'rish sifating bu ajlar Ag'abika. Bu paxta to'g'rimi? Bo'rtma narsa, paxta bilan ipak aralash bu ajlar. Bu ajlarimizda 20% paxta, 80% chistni ipak naq bo'ladi bularda. Men bu yoqdan ko'z tupaning durma birdan bu yoqdan ko'z deyim. Obunachilar ko'jalari bormi degan obunachilarimiz uchun 5 santlik ko'jalari bor, sochaklari chistni ipak naqda do'qilgan, 1 gram kileyi yo'q vajni. 4,5lik 5 metrlik hamma razmerlari bor xudo xolasa Ag'abika. Hamma razmerlarni topib beramiz. Bu ajlar qarang endi. Hozirgi attachento narsalar tushadi, on narsamiz yana. Hozirgi remotlara xudo xolasa. It ketgan ham o'qitib bering. Ne dedi? İranmı? İran. Çisti İran narsamiz. 100% İran. 3.7 mi ya bu çabuk? 3'ga 7 razmerdi avan Ag'abika. Sizman beramiz. Qarang. Bu ajlarimiz ham shu, ya'ni 155 dan qo'ydik-ku. Shuni boshqacha rasvetkasi. Ha 15 mingdan gilam beramiz. 15 ming so'mdan bir gilamdan qo'shib beramiz yana Ag'abika. Voy, maqara. Men 3.7likdan oldim 155 mingdan. 3.7 berasanmi? Ava. Ertang cho'lashtirma. Norma qo'yganman, uni ata. Men to'g'ri kelganini ber. Men cho'lashtirma. 3'ga 7lik razmerini oladi. 155 ming so'mdan 15 ming so'mdan 3.7 ni qo'shib beraman. Mana qara, asa mana Maqsadbek, masalan meni bir xonam 3.7, to'g'rimi? Bir xonam 3.8 di balkim. Ber 3.8 ni ham shu bahoda. Ber. Yo'q. O'zini o'zidami? Xonasini to'g'ri keladi uni ber. Endi berib bo'lmaydi axir. Qara uka. Kimnidir xonasi kichik, kimnidir xonasi ulug'ishi mumkin.
Yo'q, xonasi kichik, xonasi bir xil emas. Kvadratini bir xil beraman. Xolasi 3,5 kundan xonasini olsin. 15 ming so'mdan shu kvadrat bo'lsa bo'ldi. Shu kvadratga shu kvadrat gilam qo'shib beraman 15 ming so'mdan g'abika. Uni aytma, buni. 50 kvadrat olsa 50 kvadrat 15 ming so'mdan qo'shib beraman. Yaxshi bir variantini qilarsan. Qarang, 3 ga 7 razmerda 155 ming so'mdan olasiz obunachilar. 3,250 ming so'm bo'ladi. Qarang, 3 ga 7 razmerda endi 15 ming so'mdan 315 ming so'mga shu narsamizni xolasazda oq, xolasazda qizilini beraman. Katta razmer bormi? 315 ming so'mdan katta razmerlari bor, xudo xolasa g'abika. 3,250 ming so'mga qo'shasiz, 3,560 ming so'm, 3,500 ming so'mga beravering yana. Shu vajlarimiz tushadi sizga. 3 ga 7 dan 2 dona gilam olasiz obunachilar. Imundaylar. Shu vajlarimizni parlament svetlari vaja qarang g'abika. Ko'rpacha-ku bu. Chistin vaja. Ko'rpacha ham tashlamak shart emas bu vaja. Shuni aytaman, bu qolma. Muzishikana qarang, bu vaja qalinligini. Bu yoqdan o'sha boshqacha svet bo'ladi. Avval sochoq bilasizlar, bunacha sochoqlar ham o'rma, qalin bo'lib keladi, yodlansizlarmi bunacha? Bunga qarang. Akkurat, niya yayra batmaydi-da, ni to'g'ri bo'lmadi. Dini ko'rib turadi. Bu vaja qalinligini qarang endi g'abika. Chizman beramiz buni. Bormi shuni? Shular rasvetkasi 155 ming so'mdan. Xudo xolasa Erondan Chistin boshqacha rasvetkalarimiz keldi. Hozir urush bo'lib tursa ham biz gilamlarimizni oldirib turibmiz, xudo xolasa g'abika. Bu endi avvalgi zakaz berilgan gilamlardan ushtanlik. Xudo xolamiz ushtanlikga berilgan gilamlarimiz hozir ketib turibdi, fura. Xolasa bu rasvetkalaridan bor g'abika. Shunaqda? Shunaqda. Rang o'ynamaydi, xudo xolasa. Xo'p, 155 ming so'mdan qimmat narsa qo'yib beramanmi? 155 ming eng katta patologi bo'ladi. Eng katta patologi shu reklamada qo'yiladi bu xala. Bu yerga qarang endi. Eng zish narsamiz. Ketdi. Yo'lsam qiyin bo'ladi. Gelishidan ma'lumdan bo'ladi. Gelishidan ma'lum bo'ladi qoli. O'sha bo'lib to'ylarni chiqdi-da, bo'lib to'ylarni so'rabdi. Yo'q, bo'lib to'ylar yo'q. Naqddan? Bizlar shu bozordan arzon beramiz, eng arzoni bizning do'konda bo'ladi, bo'lib berib bilamiz. Naqddan? Naqd qoladi. Tushunarli. Imondayna 1 gram kiloyi yo'q, bu zishda qarang g'abika. Naqlar dona duradi, zish narsa. Eng qalin narsalarimiz. Bular ham shu 155 ming so'mdan qo'yib beraman, narx o'ynamaydi. Imonda xolasa qizil rasvetkasi va eronskilarimizda. Ko'rishlari mumkin. Sochaqli ko'rjali yana 2 o'rimli bo'ladi sochaqlar ham, xudo xolasa bunachi. Bu ham o'zimiz retro stil ekan, sochaqlarni ekan. Yana yayrab turadi, variantini. Shularni sog'inganlar uchun bu bir chikul deb aytadi, bilasizlar, retro bu. Zo'r va chason. 155 ming so'm. O'tiray ol. Qaytib ber. Bu bu bir kunni o'zingiz ham bilasiz, boshqa do'konlarda chason ko'p ko'rganlar. O'zim ham do'shak ko'p buni. Do'shak ko'rgan bo'ladi. Qayt solashtirarmi, o'tir, qo'y, qayt. Yanında 15 ming so'mdan bunga ham qo'shib beramiz. Sen davlat juni bilan o'zingning juningni aralashtirma. Uni aytib qo'ysan. Ag'abika, bo'ldi, shu qizilini 150 ming so'mdan qo'yib beraman. 45 ming so'mdan qo'yib beraman. Yo'q, 145 dan. Ag'abika 5 ming davay, yordamlashib bering endi. Yo'q, 150 ming so'mdan qo'yib beraman. Maqsadbek ber. Qo'y 5 dan yarashmaydi. 7 yaxshi. 145 dan yarashmasin 7 dana halqa bo'lsin. Bo'lsa halqa 15 ming so'mlik naqd qarang endi. Yo'q, beraman obunachilar, 15 ming so'mlik gilamman beraman. Xudo xolasa kelasizlar. Masalan, 3,5lik bilan 3,7 degan xonalaringiz bor. 3 ga 7 oldingizlar, 3,5 ni beraman deb turibman. Kvadrati bir xil bo'lsa bo'ldi, ketaveradi. Ha, Maqsadbek yana bir narsa anamlarga tushuntirib o't. Apkamlar, og'alarimiz, yoshi kattalar tushunmasligi mumkin. Addelning 15 ming so'mlik gilamni o'zini olib bilamanmi deb gapdilar o'tgan safar. 15 ming so'mlik gilamni addelni olib bo'lmaydi. Uje zavod shunab berib turibdi bizlar. Bizlar shunab sotishimiz kerak. E'tiborli bo'ling, obunachilar, qarang, agar siz hozir aytib o'tgan 155, 130, o'shuning summadagi gilamni olib turibmiz, shularni olsangiz, ustida 15 ming so'mlik gilam qo'shib beriladi yoki 1+1 aksiyasi amal qiladi. Xo'p, keyingimiz? Bu narsamizni ko'rish sifatini g'abika, miya gulga degan obunachilarimiz uchun bo'rtma narsa bo'ladi. Bu yerimiz ham shu 155 ming so'mdan. Bu yerni deydi g'abika. Bu egizak gulli xudo xolasa. Bahorning guni ya nima chiqadi-ku? Romashka guli bilan, romashka. Romashka-da bu. Shunaqa zollari. Bu yerga qarang. Zollari shunday zo'r tushib turadi, osib turadi. Zo'r tushadi lekin, lasib turadi g'abika. Dastavka 40 ishlar ichida-da. Hammasi ichida, Xorazm, Qoraqalpog'iston bo'ylab bepul dastavkamiz. 3 million so'mdan o'tsa bo'ldi. G'abika, metrajlarimizni aytdim, 3 million so'mdan o'tsa dedim, 2 ga 3 gini qo'shib beraman amina. 2 ga 3 sochaqli bo'ladi. Gilamni palasa masobachilar, Chistina Istanbul degan gilamimiz bo'ladi. 2 ga 3 dan qo'shib beramiz. Keyin aksiya muddatini tichasini degan obunachilarimiz uchun bugun xudo xolasa 25-chisla videomiz xudo xolasa 10-aprelgacha davom etadi. 10-aprelgacha davom etadi. Bunda metrajlarning oz qoldi, ko'rib turibman. Buni go'shtmaysan, lekin indamay vaqt berishing kerakmi? Obunachimiz oxiridan ko'rib turibdi, shuning uchun bu metrajlarni o'zini gem bahosidan ham arzon qo'yibdi. Gem bahosini arzon deyamasa, ozgina qolibdi. Bo'ldi g'abisha.
Nesibesi bu adam oladı. Xudo xolasa nasibasi bo'lsa oladi. Bu ajamiz ozgina kalanda qurish bir dona top emas. 3lik, 3 armlik, 4lik hamma narsasi bor bu narsamizni. Ha. O'zini bahosini arzon qo'yib beramiz. Qarang. 145 ming so'mdan turibdi o'zi. İpek. İpek, zishni qarang bu. Zo'r. 800 ming so'mdan qo'yib beraman. Vay o'tiray. 800 ming so'mdan qo'yib beraman. 95 yaxshi o'rtantirman. 95 ming so'mdan. Qo'y endi 95 dan o'zlari ketaveradi. Qo'y dostavka. Bo'ldi, agar o'zlari ikkisi 95 ming so'mdan ketaversa. 90dan berasan. 90 yo'q, 90dan Bir beraman. o'tmochi dostavkani aytib beribman lan. O'zini bahosidan Ma so'kadilar endi. Og'abekda dostavka qo'ymadilar. Yo'q, Og'abek aka. Makara men aytamiz. 40 kvadrat bo'lsa dostavka senda. Bo'ldi esa. Bo'ldi. 40 kvadrat bo'lsa. 95 mingdan ketdimi? 95 ming so'mdan ol. Tendaki? Hava. Bu ajamiz yana 95lik o'zi. Bu narsamiz 70 ming so'mdan qo'yib beraman. Bu ajam ipek. 70 mingdanmi? 70. 65 ming so'm beradilar. 1 so'm chiqmaydilar. Yo'q, u yo'q dema, cho'tkina, ukam. Bo'ldi, yaxshi, qaytarmadim. ketdi. Bu ajamiz ham kilometrajimizni o'zini bahosidan arzon qo'yib beramiz. 65 ming so'mdan ketdi. Og'abek ham aytgandek. Bu ajamiz ham shu joy namoz mashinali как положение qo'shib beramiz obunachilar. Ya'ni birazini aytmayapman Og'abek aka. 3 million so'mdan o'tsa xaridi 2 ga 3lik podarka sanman menda. Ha. 3 million so'm. Metrajdami? Metrajdan bor. Ha, metrajda shuni Metrajdan aksiya shuni amal 2 ga 3lik 3 million so'mdan o'tsa qo'shib beraman. qiladi. Qizilni, qizilchasini berasan. Qizillarimiz ham shu 65 dan qo'yib beramiz. Yaxshi. Bordoy gulli bu Bordoy gulli, mo'yaja qarang. Mo'yajni aytib ko'rsatmasak bo'lmaydi endi obunachi. Yamsiz, dur asa, men ham tutib beraman. Dur. Oston, men ham tutib beraman. Ena. Opa. Ona. Nodiydi bu ish. Yonib turishini qarangmi? Dalan joylansa to'shasangiz yurgandan shunday bog'ati ko'rinadi. Bilmadim, zalanchi tushadi, lekin dalanasa to'shin tushadi shu. Avam. Zo'r. Chizma beramiz? 65 ming so'm Og'abek aka. 60 dan bermisan? Avtomarka bilan bahasa bir xil Jigarim qo'ydi, jigarim. Bo'ldi, ketdi 60 ming so'm. 60 ming so'mdan 60 ketdi ming endi. so'mdan. Dastavka istedam makara ertaga men qisintiraman. Obunachilar yana dastavka Og'abek mening davadi, deb men bo'yim atasha berman. 3 million so'mdan o'tsa bo'ldi dastlab. Bo'ldi. Keyingilarimiz nechik? Imunda. Qarin o'tgansan, men mendan gösteraman. Ko'ring. Nechik bir sochaqli qo'jali, qo'jali deysiz. Sochaqli qo'jali. Qo'jali narsa, qo'jali yana metraj bor, obunachilar g'ol emas qo'jali. Metrajlarimiz ham yana xudo xolsa hamma razmeri bor bu ishimizni ham. Bulardan Og'abek aka 120 ming so'm deb sotib o'tiribmiz. 95 ming so'm puldan qo'yib beraman bu narsani. Makara ustuna shuncha pul qo'yadi ekanlar deydi. Qayt. Ha, Qayt o'zini bag'asidan ham kelishtirib beramiz deb aytibman. Qayt endi. Hozirgina qolib. Bo'ldi, 90 ming so'mdan qo'yib beraman Og'abek aka. 85 o'rtanasanmi? 85 dan qo'y shuni. Sajavrak bo'ladi Og'abek aka. Salni gap yo'q, dim bo'lmasa bo'ldi. Bo'ldi yaxshi, 85 ming so'mdan ketdi. Bunda tendagi rasvetkasi ham shu 85 ming so'mdan obunachilarimiz uchun. U yer tushib ketdi o'zingizga ko'raversizlar. Yo'q berganim bo'ldi bu. Ava. Ena obunachi. 85 ming so'mdan xudo xolasa. Bunda yana 3lik, hammasi 3ligina, hammasidan razmer bor, Og'abek aka razmer yo'q emas metrajlarimizda xudo xolasa. Yani az qoldi, arzon narxda beramiz demidilar. Bizda shu bu tovarimizni arzon narxda qo'yib beramiz. Hamma razmerlar chiqadi xudo xolasa obunachilar. Maqsadbek birinchi kun ishlaysizmi? Birinchi gün, bozor gün farqi yo'q ishimiz bilan 7:24. Soat nechadan nechacha? Soat 8dan kechki 7gacha ishimiz. Gap bo'lishi mumkin. Obunachilar telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Bemalol kelarasizlar 011-gilamda sizlarning xizmatlaringizda tezlashib kelib Uzpetat kanaliga aldirak kelgan obunachilarimiz vibor ko'p vaqtga keladi. Shuning uchun telefon nomerlari ekranda bemalol uzoqdan keladigan bo'lsangiz ham telefonlashib kelaverasiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Maqsadbek ukamiz uchun bir like bosib qo'yasiz. Like, podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasa obunachilar.